Уборщица blogerda men birinchi marta ko'rishim deb bir oyim qiz, tilla qiz menga yozib yuboribdi lichkamga. O'sha birinchi marta men boshlab berdim-da. Oyim qiz, siz mendaqa fikrlashingiz uchun enacha yazakiga qaytib kirib boshqatdan tug'ilishingiz kerak dedim. Klientlarimning orasida даже zavodlari bor, shunaqa boy klientlarim bor, lekin hech qachon даже telefonda ham meni uyimga уборщица keldi deb aytmaydi-da. Помощница пришла deb aytadi. Ya'ni yordamchim keldi deydi. Hayotda o'zini kuchi bilan bir narsaga erishgan odam hech qachon mana shunaqa o'ylamasdan gapirmaydi borku. O'zi mana shunaqalarni qo'lida qo'mdashi ham kelmaydi-da. Har doim kimgadir bir narsani aytmoqchi bo'lsangiz 100 marta o'ylab keyin gapiring. Chunki u odamning diliga tegib qolishingiz mumkin. Gunohlarning eng kattasi esa birovning dilini og'ritish. Men o'zimda hech qachon voy men уборщицаman, men pol yuvib yuraman deb o'zimni umuman his qilmayman. Men ko'chada yurganimda ham har doim go'rda yuraman, o'zimga qarab. Даже kerak bo'lsa ofisga borsam ham ular naborat hammasi menga qarab qolishadi-da. Demoqchi bo'lganim, inson o'zini ichidan qanday his qilsa, xuddi shunaqa kiyinib o'ziga qarab yurish kerak. Menga birov bitta yaxshilik qildimi, men 10 barobar qilib qaytarishga harakat qilaman. Lekin mana shunaqa befarosatlarda voydod gapni eshitganimdan keyin men rosa tilim aynib ketadi, xafa bo'lmaysizlar. Bugungi klientim esa yosh oila, xotini komandirovkaga ketgan ekan, eri eshikni ochib berib, o'zi chiqib ketishlari bilan yarim soat oldin aytsang, men kelib eshikni ochib ketaman dedi. Voy, bu xamichokda yashashini qaranglar, mazzami? Uychasini attraksionga o'xshaydi, attraksion. Nima deb aytilardi? Kachililar uchadigan joyda. Dasturxonlarning ustini chiroyli qilib, akkuratni qilib bezatib ketdim. Tokchalarni artib qo'yamanmi deb qarasam, gullari qurib ketgan ekan, keyin shularga ozroqgina suv sepib ketay dedim. Bir xillar xamichokda sichqon deb o'ylar ekan. Yo'q, sichqonda dumi bo'ladi, xamichokda umuman dumi bo'lmaydi. Do'stlar, meni yo'qotib qolmaslik uchun like, podpiska bosib qo'yinglar. Hali zo'r videolar oldinda. Videoga sig'may qolgan joylarimni esa hammasini istoriyaga qo'yib boraman. Istoriyada ham meni kuzatib boringlar.